Siz tirikmisiz? Hozircha. Agar mana bu yerga qo'l tiqolsak, eshik ochish uchun nimadir topamiz. Bo'la qoling. Malika emas, shahzodasiz. Buning ustiga bu sizning imtihoningiz. Bular do'stlaring, jasurlik va kuch. Bilaman, ularning yordamisiz kelolmasding. mendan nima istaysiz? Azoblarim tugashini istayman. O'lmoqchimisiz? Uzoq yillar buni kutdim. Yangi zamon kelishini, o'tmish va kelajak qiroli zamonini. Bu gaplarni avval ham eshitgandim. Bu zamon kelmaguncha hali ko'p eshitasan. Mening davrim esa nihoyasiga yetyapti. Shuning uchun ham bu yerga kelding. Bu Arturning imtihoni emas, seni imtihoning. Artur bu imtihonni mukofoti nayza deb o'ylaydi. Ammo asl mukofot ancha qimmatli. Avalon ko'lining suvi. Men buning asl egasini ancha yillar kutdim. Bu esa sensan. Sen tengsiz insonsan. Nima haqida gapiryapsiz? Yaqinda Albion uchun qora kunlar boshlanadi. Va shu vaqtda kuchli bo'lishing kerak. Negaki uni faqat sen qutqara olasan. Qudratli kuchga egasan. Ammo yordam zarar qilmaydi. Aynan shuni senga beryapman. Barcha umidlaring yo'qolganda, u senga yo'l ko'rsatadi. Minnatdorman. Men senga sovg'a berdim. Endi seni navbating. Meni beradigan hech nimam yo'q. Menimcha bor. Ammo buni bersam siz o'lasiz-ku.